aldanib o'zingizning nomingizga boshqa shaxs uchun kredit rasmiylashtirib berdingiz, lekin u to'lovlarni o'z vaqtida to'lamayapti. Nima qilish kerak? Siz obuna bo'ling, men tushuntiraman. Avvalo, sizning nomingizga rasmiylashtirilgan kredit uchun bank hamda MIB idoralari tomonidan sizga turli taqiq hamda cheklovlarni qo'yilishi tabiiy holat. Ammo bu hali hammasi tugadi degani emas. Siz o'zingizda mavjud bo'lgan barcha dalillarni, xususan kredit hujjatlari, pulni olgan shaxs bilan o'rtangizda bo'lgan telefon so'zlashuvlari, SMS xabarnomalar, tarmoqlar orqali yozishmalarni yig'ib, jamlab turib, ichki ishlar idoralariga o'sha shaxsning harakatlarida firibgarlik alomatlari bor yoki yo'qligini aniqlash yuzasidan ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Ko'pgina holatlarda firibgarlar boshqa shaxslarning ishonchiga kirib, ularning nomiga kredit rasmiylashtirishga erishib, bu orqali daromad qilishni o'zlariga kasb qilib olish kerak. Shu va shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.